Assalomu alaykum, hurmatli podpischilar. Bizi vodiyda bir-birimizga yordam qilish bizi qonimizda bor-da. Mana Farg'onali akamiz tortib ketyapti meni. To'g'ri, biz endi 40, 50, 60 va tandir go'shti va fontanda yonida avuye demasmiz, lekin такой аккуратно, четко bir-birimizni tashlab ketmaymiz. Biranta boshqa nima to'xtamadi. Ikkita anjorlik, bitta namanganlik akamiz to'xtadi. Avtomat ekan, torta olmayman uka, lekin arqon bo'lsa deb, mana meni arqonim o'zimni cho'tka arqon berib ketishdi. Arqoningiz uzilib ketdi deb nozik ekan deb. Bu akamiz meni tortib ketyapti. Fontanda yonida "Avoye, au, avo" deganlar jo'natib qo'yiladi mana shu videoda.